Mana o'sha ko'pchilikni qiziqtirgan 201 switchimizning yangi versiyasi endilikda raqamli ko'rinishda. Hozir men sizlarga buni to'liq obzorni qilib ko'rsatib o'taman. Bu switchimiz zavod tomonidan maxsus buyurtma asosida ishlab chiqarilgan. Switchimizda 3 ta tugmasi bor. Birinchi tugma avtomatik mashinani benzinda zavod qiladi. O'rta neytralkada faqat gazda zavod bo'ladi. Ikkinchi tugmasida esa avval benzinda zavod bo'lib, keyin gazga o'tadi. Komplektida raqamli switch, o'zini ulovchi simlari va o'zini asobi o'zi uchun ishlab chiqarilgan manometri bo'ladi. Mana o'zini asobi manometri 12 voltda ishlaydigan bo'ladi. Bundan oldingi videoda raqamli switchimizni Matiz avtomashinasiga o'rnatib video qilingan, obzor qilib o'tilgan videosi bor. Bemalol o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Agar kimdadir qo'shimcha savol paydo bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon nomeri yozib qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi.